insofsizlarcha qo'ysa $99 qo'yadi, $100 sotadi. Asli tagi u xarajat hammasi bilan $1 ga tushgan. Balki $10 ga tushgan bo'lsa ham. Ustiga $90 qo'yish insofsizlik. Ya bu mening shaxsiy fikrim. Ustozlardan so'raganimizdagi. Ya'ni bu yerda hech kim narx ustiga aralasha olmaydi. Ammo qat'iyat bilan hali o izohlarda o'qiysiz, rosa menga qarshi chiqadiganlar, bo'rlatib so'kadiganlar bor. Bitta o'chirib qo'yamiz. Yo'q, mayli, turaversin. Shularga aytamanki, bizga ustozlarimiz, ulamolarimiz insof bilan degan. Insof bilan. Insofning doirasi qanday desa, sen o'sha birodarlaringni, vatandoshlaringni, insonlarni qanchalik yaxshi ko'rasan, O'sha bilan ana shun darajasida. zo'r. Odamlarning taqdiri senga bir pul bo'lsa, xohlaganingcha qo'y. O qiziqmas senga, hech narsa qiziqmas. Sen haloldan boy bo'lsang bo'ldi. Qo'yaver istaganingcha. $1 million qo'y ustiga. Insofsiz halol boysan. Insof qilganga insof qilinadi. Shuni ham esdan chiqarmaslik.